Ko'rayotganinglar Şinjan. Ha, yaxshimisiz ukam? Ish qilmadingizmi? Alqima. Qaysar tura o'rningdan. Acep iştese, yaş balla şu vaqt uxlab yatqan, qeyrlar aşular üçün paypetek bolup atqan. Vay hocamның qosuq toq, quluni kar yo'q degandek bir ish bo'latıdı. May yaşlar qeyrlar naşlıq tayarlasa, naşçısın vaqtida qilmagan. Qaysar, tura naşlıq qil. Parvar qilsan. Ben bilan sütni akirdim. Parvar. O aka. Ben. Ha. Ben sütni akirdim. Ben Qaysar'ı o'qib chiqay. Asta. Qaysar. Ey Qaysar. Hey. Kupa, naşlıq tayyor oldu ne vaqt? Neyse baba. Adın oranlı koysana donmam mı bu öyde? 5 minut baba, 5 minut yak. En yaksı 2 saat. Vah. Sen bu iş taptım davatıdan bu tuncu günü muşta uxlap yatsan qanday işleyse bulam? Yürüyüş kanadı. İş tapmağan mı tan? Vay mabırını toğrulap koysa sayrımı aşmadı. Hep iş kaldı mı? Manaslı Allah'ın teras. Vay palaket, vay birinin ağrıdı mı palaket? Dada sen bolsan baldırak olup koysan mı diye? Ne vaqt ben seni oğat qilay? Boldular. Ekette. Ha, naştını qil. Vay dada keçki kaldı naştısan yükrenmey mi? Naştı qilmay qanday ish qilib bağını buldu? Parvar. Naştılığın tek teyap bulmadı mı? Allah birim tayyor bo'lgan. Shu baglarim chiqsiq achqay deb saqlab turibdim. Nima qilding? Ha, atgan choy non. Bosh narsa yo'q.
Voy. Ay murabba, badam yanak olgan kim bula? Nima? Xizmat doklad yo'qolib ketdi? Qanday ulab? Bu kimning qilgan biymanchaqchiligi? Men buni ishga kechganda suqmay tayyorlagan do'stam. Dada, amma men mangdim. Hey, naştı kılıp man. Ay, bo'ldi, yuguramayman. Hey, to'xta, naştı qilma, ish qilasan, qanday bo'ldi? Ay, dada, vaqt o'tib ketdi, rostdan yuguramayman. Mana tayyorli bo'ldi. Tashkilib ketdi. Kechikib qolsa bo'lmaydi, birinchi kun va. Mushundan mangabsa, och qo'ysaqla. Bo'ldi, mana. Birinchi kuni o'g'andan keyin amisa undaroq ishlar juma. Albatta. Bosh. Naştı qilmaylar man. Deb. Nima? Men bu materiallarni atdiganda liderga topshirman degan do'stam, men endi qanday qilaman? Chiprat degan nervim deydi g'omala. Bo'ldi. Hech narsaga chaqilmanglar. Men yarim soat, 20 minutda yetib borman. Men bag'chi hech narsaga chaqilmanglar, anladinglarmi? Bunlar şirkatda bir ish bo'ptimi? Dada, qo'shnimizga telefon urib baqa uyda bormiki, men ish qilib qo'ysin bo'pti ekan-ku. Men 5 minutda uydan chiqmasam bo'lmaydi. Juma. Anda o'z chaqan naştıngizni qiling, ha? Bo'ladi. Ha, keldingmi? Yo'q, qaytib keldim. Kechich ishlabsan-da. Ismini qo'shib ishlagandim, sal charchab qoldim. Naştı qilgudim. Dada bak charchab qoldim, men kirib aramadim. Hey, kechich ishlagan adam naştı qilib olib, ondan yot. Ya bo'ldi. Tushukchi meni uyg'otmanglar. Naştı qilmayli yotsan, oshqozon yaxshi emas, bilan. Tushdi qo'pqan deydi dada. Men tushukchi uyg'otmanglar. Uyda bormiki? Ha, mana hozir. Voy, jam bular dada. Hey, qizim, naştliqda yovib qoldi. Voy, adam oldiramasa bular. Bu akam balları küçük balıklara muamele kıldı da. Çok çoğun ballarga tas kaldı. Muş aşlandı çaynap yedirip koygalı. Xoda lovan seni, ha. Dada qanday oldi? Lovan ishga tayyor bo'ldi, bilan. Ajab yaxshi. Naştı qilmaysiz? Yo'q, oldirayman. Voy, naştisiz ish qilyapsiz, qanday bo'ldi? Voy, dada, men oldirayman. Voy, jama oyoqmi? Hey, kızım ben. Oy küçük balığımı sahi. Çok çoğun adam gibi. Perver. Nima tayyor qilayli? Mana ustiga. Başı. Taşanqa. Ha. Tez olma. Ha. Ganji o'rchida qala. Limanda kıp gidiyordu bu akam. Hey, kısmet. Van naştılık ne? Bunda kaldan. Hozir bosh gapni qo'yib narsalarni qilaylik. Yo'lga ish deyishib qo'ydim. Texnik bo'limi bosh apparatga yo'qolib ketgan hujjatlarni asliga keltirib beradigan bo'ldi. Lider qachon qaytib keldi ekan? Bay telefon qildi. Yarim soatdan keyin keldi ekan. Anladingizmi? Yana nima qarab tursiz? Yo'qolib ketgan hujjatlarni tizdan 30 nusxa ko'paytirib tayyorlang. Chataq chiqib qolmasin. Tushundingizmi? Tushundim. Yana nima qarab tursiz? Ma'lum. Tushdan burun ichilgan 3 yig'in bor. Bir-birisidan muhim yig'inlar. Yig'in kerakli materiallarni qaytirib tekshirib chiqinglar. Chataq chiqib qolmasin. Tushundinglarmi? Bo'ldi. Liderning cheyin damliga turinglar. Bo'ldi. Amsi maslak topilgan ishlarni esinglarda ching tutinglar. Savalli sodir bo'lib qolmasin. Bugun night aldirash o'timiz. Hammamiz birlik tirishaylik. Tushundinglarmi? Ma'qul bo'ldi.
Yaş bo'lganiki cho'loq o'rin beraylik ko'maskisi olmay. Bo'ldi bilan bo'ldi. Turalayna bo'ldi. Ma'qul rahmat, bolam. Cho'pa, ma maktab nadiraqdi? Bolam, bu maktabni men to'z bilmaydi ekanman. Hada ma maktab nadiraqdi bilamsiz? Ekran men qarab bakay. Ha, siz ma'lum xato chiqibsiz. Oldimiz bekat tushib qolib, 10-chi yo'lga olmishib, 6 bekat ma'nosimiz dal mushay gapirdi. Rahmat. Hech qisi yo'q. Muşumu xamçot layihasi bo'ldimi? Ha? Sizlar şirkatni nima ko'rib qoldinglar? Birinchi faslga qaraganda men ikkinchi faslning chiqim tegim ishib ketibdi. Men kallanglarni silkitib yuringlar. Mahsulot bozor yuzlantirish uchun albatta mablag' ketadi deb qo'yadi direktor. Bir yildan yoqi natijasi chiqmagan bundaq turdan voz kechish kerak. Yoki bo'lmasa yangi tur yaratish kerak. Yangi loyiha chiqishdan burun bu loyiha tasdiqlanmaydi. 15 minutdan keyin final strategiya chiqarishig'im bor. Qatnashmagan bo'lsangiz deyapti. Mening lider bilan ko'rishmoqchi bo'lganimni ko'rmayapsiz. Mening lider sizga deydigan hammani aytdik. Navbat yeni ko'rishmadi desangiz, men ayrim o'rlashtirib sizga xabar bersam bo'ladi. Qachon? Bir soatdan keyin, 2 soatdan keyin. At tush tomoq vaqti bo'lsa qanday? Ha? Shunday. At vaqtingiz bo'lmasa 2-3 kundan keyin bo'lsin bo'laveradi. Siz chaqchaqyapsiz ya. Ha? Men yarım saatlik gapim uchun 2-3 kundan keyin ko'rishamdim. Direktor, siz xizmatga yangi tayinlanganligingiz uchun ta'sir bilmasligingiz mumkin. Yuqori darajalik bilimli xodimlarni lider bilan ko'rish uchun oz bo'lganda 2-3 kun saqlaydi. Bu nihoyat normal emas. Sizningcha olganda men bu xizmatga yangi tayinlanganim uchun sizning gapingizni boshqacha anglashim kerak. Xatirlab qo'yinglar. 3 kundan keyin soat 2 da bo'ladi direktor lider bilan ko'rishdi. Qani, marhamat. Sizlarni Tensizdan. Yo'lbos yo'q tog'da maymun podsho bo'ldi. Sizni bu mijozimiz. Faqat kishiga. Undaqmi? Men diqqat qilay. Diqqat qilay emas, men tuztaydim. Xo'lat direktor. Men sizga bir gap so'qsam qanaqa? Xo'sh. Ishingizga jussay chatishib qoldi. Dilashmam, chiqib qo'y. Xeyirsiz. Ey adaş.
Hemen geldim. Ey, ben tanıştığının qanday şirket bu? Bir kona binanın bulunduğu bek test taptım bir yerde. Ha. Şu. Vay, bu turqini sen degandek pul tapqili bulgandek emas bu ya. Ma'qul. Men avval kirib bir parangiz baqay, ha. Keyin telefon qilamiz hamsa, ma'qul. Qani, choy iching. O'zingizni Adil tanishtirdi dedingiz, ha? Ha, shunda. Bu şirket yangidan qurilgan sog'lomlik mahsulotlar sotadigan shirkat. Biz sizdek bolalarni ko'plab qabul qilyapmiz. Kechiring, bu markani burun faqat ko'mabdi ekanman. Soxta mal emas bu, ha. Bunday degansiz ukam. Bu yangidan ishlab chiqarilgan mahsulot bo'lganligi uchun balkim saqlab bildim qolganmiz. Siz buni hamma sota olsangizlar, cho'qim bo'yibsiz. Sota olsangiz? Adil meni ilan bo'lmish deysan degan. Siz mal sotsiz deyapsiz. Bu qanday gap? Şirketimizga rasmiylashtirishdan burun sizni setish bilimiga qo'yib boqamiz. Sizning xizmat unumingiz, xizmat ta'siringizni qarata, undan boshqa savdo qiziqadigan bolalarni ko'plab akilarsangiz, sizni mukofotlaymiz, hattoki darajangizni o'stiramiz. Bundaq bo'lsa bu shirkat shaqiltib setish shirkati emas-ku, ha. Tushunmaganlar shunday o'ylaydi. Amaliyotda bu bir yangi savol chekmi. Xotirjam xizmat qilsangiz bo'ldi. Mana bu bizni to'xtam. Ko'rib baqsangiz bo'ldi. To'xtam qo'yib qo'ygandan keyin bizga 5 million zakolat topshirsangiz bo'ldi. Zakolat? Bu faqat sizning bizning shirkatga oldin topshirgan haqqingiz bo'ldi. Shirkat rasmiylashgandan keyin pulingizni qaytarib beramiz. Haras, undan boshqa siz o'zingizga o'xshash mushta a'zolarni ko'plab shirkatimizga tanishtira olsangiz, uning mukofotimi yana ayrim. Lekin hozir qishimda jiq pul yo'q. Kartoningizda bor ba'di. Kartida pul bor. Lekin shu jiq emas. 2 ming bor. 2 ming? Adil tanishtirib emasmi? Hozircha menga topshirdi. Mayli, kartoningizni bersangiz. Xotirjam bo'ling afkam. Bugundan boshlab chiqish. Aka, bu mektep nedir aktu? Bu yer bundaq maktab yo'q ukam. Siz xato kelib qolibsiz. Siz yo'lni avqatiga o'tib, 7-yo'lga o'tirib, 6 bekatdan keyin tushib, shu joylarni so'rsangiz sizga aytib berdi. Rahmatda. Arzimaydi. Hab, men aldabdı da, aldamchi.
Hay. Ha, amma. Ha. Ha, xislatma. Bir iş oldu mu balam? Hayatның Менің әмді режиссерлік hayatımda өзім қызықдыған тема şehir temisi. Şehir kurallarının yoki şehir hayatida yuratgan kishilarning turmush qarshi, jamiyat qarshi, oila qarshi to'g'risidagi ba'zi fikrlarni ifodalash yoki fikrlar to'g'risida o'rtoqlashish to'g'risida mening ijodiyat yo'limda ko'proq mishterlarni tutishga o'zim qiziqaman. Chunki balkim mening atrofimdagi voqelik men uchun eng tunish bo'lg'achqa men aslında yaxshi ifodalashga asos qura olmayman deb o'ylayman o'zim. Chunki birinchi qiziqqan narsam shaharlik turmush. İkinciden şehir turmushidagi kishilar orasidagi munosabat, ota-ona orasidagi munosabat, bola orasidagi munosabat. Chunki hozir taraqqiyoti tez holatda yetayotgan davrimizda balkim ota-ona bilan bola orasida uqishmaslik bo'ldi. Tushunchisiz bo'ldi. Chunki ota-onamiz cho'ng bo'lgan davr bilan hozirgi yosh bolalarimiz cho'ng bo'lgan davr o'qishmagan raqobatga o'xshamagan masalaga duch kelgan bir davr. Balkim orada fikrning o'xshamasligi, hukmning o'xshamasligida oilada ko'pligin ziddiyat chiqadi. O'ylab baqilib balkim ko'pincha oilada hozir bolalar bilan ota-ona orasida fikrlashish ozlab ketdi deb o'ylayman. Bo'lib shahar turmushida ritim bektis. Bolalar o'qishdan keldi yoki xizmatga chiqqan vaqtida xizmatdan keldi. Ardon ishdan deb ardon charchadan deb ota-onalar ko'ngil bo'ldi. Lekin bolalar balkim biyasi besimning sababi, xizmat besimi yoki boshqa o'zining boshqa besim sababidan bu fikrlash ozlab ketgan, tushunchsiz hosil bo'ldi. Ziddiyat paydo bo'ldi. Endi biz mish filmimiz orqali menimcha demoqchi bo'lgan gapimiz oilada bir inoq oila, bayacha qo'shqa oilani barpo qilishda mish oiladagi a'zolarimiz, bola ota-ona orasida o'zaro tushunish hosil qilsak, o'zaro bir-birimizning ko'nglini olsak, baxtli bir oilani yaratishga mish oilaning a'zolari hammasi o'zi bir o'zining to'kisini qo'ysak hamda yoki o'zining muhabbatini ifodalasak, yo'shib qolmasak deydigan bir ongda yoki bir fikrda mish filmni bir ilib chiqsak deb o'ylayman.